qoldik. 26-yil 1-yanvar. Hiking, cycling, Clearwater Bay, Hong Kong. Ajoyib kun. Sit. Sit. You want to sit? At the roundabout, when you sit. Havo harorati 18-20 ekan bugun. 26-yilning 1-hikingiga chiqdik. O'sha eski joylar, lekin yangi trail. Eski joy degani Clearwater Bay, Hong Kong. Va orqada golf klub bu tomonda и plyaj ham shu tomonda. Clearwater Bay 1-2 beach. Mana golf klub 10 yillik ochirt bilan juda ham mashhur golf klublardan bittasi dunyoda. A'zoligi yiliga milliondan boshlanar ekan. Kim qiziqsa. Lekin taxminan 10 yil ochirt deyishdi. Shunaqa. Ana bu tomondan odam ko'p. Bu tomondan biz trailga tushib olishimiz kerak hozir. Hozircha yo'ldamiz, ya'ni yo'l bo'ylab ketyapmiz. Bunaqa tashlandiq binolar mana shu trail bo'ylab juda ko'p. Mana orqadagi ham tashlandiq do'kon edi. Men bu yerda odamlarning turganini oldim. Tashlandiq edi. O'tgan gal bir necha marta ko'rganman. Hech kim yo'q, chang bosib yotgan. Kimdir ham arendaga olibdi shekilli. Endi Hong Kongda bunaqa joylarni sotib olish ham rosa qimmat bo'lsa kerak. Lekin qayta ochildi do'kon. Men o'zi o'ylardim, nima uchun bular hech kim olmaydi shuni. Do'kon qilib qo'ysa, masalan, oddiy suv sotsa ham o'tgan qaytgan juda ko'p. Hech bo'lmasa suv $1 kunida bir 500 ta 1000 ta sotadi. Bemalol. Chunki bu yerda ikkita plyaj bor va golf klubi bor. O'tgan qaytgan juda ko'p. O'shanda o'zi o'tgan gal men to'xtab bir suv bor ekanmi desam, yopiq edi, chang bosib yotibdi. Kun juda ham ajoyib do'stlar. Let's go Hans. Come on, go. Juda chiroyli joyiga keldik mana. Hali ham trailga tushishda yuribmiz, hali trailga kelmadik, lekin orqada mana juda ajoyib ko'rinish, suvning bo'yi. Odam ko'p, hikerlar. O'zi Hong Kongliklar ichida hamma shug'ullanadigan activity, ya'ni nima deymiz, hobbimi, bir harakat bu hiking. Deyarli hamma hikingga chiqadi. Shunaqa. Mana orqadagi uyni qaranglar do'stlar. Mana o'tgan gal aytdim. Clearwater Bay Hong Kongda mana shunaqa hovlilar joylashgan. Mana buni turgan joyi ham suvning bo'yida. Territoriyasi ham juda katta. Masalan, misol qilib aytganda, mana shu uylarni taxminan bir 60 million, 70 million dollarga baholanadi. Let's go. Mana bu tomonda ham tomonda mana o'sha uyga tegishli, mana territoriyasini qaranglar. Hududi juda katta-da, mana shu uyga tegishli garaj. Yer ostida garaj qilingan. Mana bu yerda mana garaj.
Mana shu territoriya hammasi shu yerga tegishli. Hong Kong uchun bu juda ham qimmat joy. Aynan Clearwater Bay'da mana shu golf klubni oldidagi haligi Peak degan joy bor. Mana shu ikkitasi eng top tadbirkorlar yashaydigan joy. Billionaires beach ham bor. Billionaires beach degani o'sha milliarderlar plyaj. O'tgan gal bordim, katta darvoza qo'yilgan, kirib bo'lmaganda, endi borgan sababi shu video qilish uchun. Ko'rsatish, ko'chmas mulklar. Hop, do'stlar, biz mana Clearwater Bay Country Park ga keldik. Hozir belgisini ko'rsataman. Bu tomonda suvni ko'ramiz. Odam ko'p, albatta. Mana bu yerda mana parkovka u tomonda ekan, tepada parkovka bor. Parkovkadan tashlab bu tomonda ham bor, ikkita parkovka. Mana bu joyga keldik. Trailimiz mana shuning ichida. Mana bu yerdan ketadi, orqaga qarab. Hozir suvni ko'rsataman sizlarga. Bu tomonda, yes, hozir. Hozir. Bu tomonda mana suv. Cheksiz okean mana, qaranglar. U tom ma'noda cheksiz. Ya'ni bu tomon okeanga chiqib ketadi do'stlar. Okeanga chiqib ketadi, orqa umuman hech narsa yo'q. Mana bu chap tomonda kichik orollar. Mana bu Clearwater Bay Golf Clubi. O'sha eng qimmat dedim-ku, eng qimmatlardan bittasi. Lekin Hong Kongda eng qimmati. Mana shu ochirti bir necha 10 yil ekan. Shunaqa. Ajoyib joylar, tavsiya qilaman. Hong Kongga yo'lingiz tushsa, kelib ketinglar shu atroflarga. Ayniqsa hozir hiking anaqasi sezoni. Bu tomondan. Alright. Hozir davom etamiz do'stlar. Xo'p, ozgina adashimiz. Mana Lang Hawan Country Trail. Shunga ketishimiz kerak. Biz parkka kirib olamiz. U tomon park. Davom etamiz. Shu tomondan. To'g'rimi, Hans? Suv oldingizmi? Suvim bormi? Ha? Yangi. Right, there we go. This is our trail. And let's go, Hans. Ready? Ready? Let's go. Mana bu tomon. Videoda ko'rsatish qiyin-da. Shunaqa chiroyli. Ana u bir joyda bir luxury yaxta turibdi. Hamma narsa temada. Bu yaxtalar ham zo'r narsalarda. Shunaqa. Boshladik. Asosiy hiking bu yoqdan boshlanadi mana. Mana shu tog'ning tepasiga chiqamiz endi. Hans mani kutib o'tiribdi. Let's go, Hans. Come on, let's go, boy. Ketdik. Hop. Mana endi ko'rsatib boraveraman. Deyarli hamma yoq bir xil, lekin shu tepaga chiqqandan keyin chiroyliroq manzara bo'ladi. Ungacha mana bunaqa mana qumlik trail. Hong Kongning shunisi yaxshi, traillari asfalt qilinmagan. Xitoyda hiking joylar bor. Hamma trail asfalt qilingan, yo zina qo'yilgan bir narsalar qilingan. Hong Kongda tabiiyligicha saqlab qolingan. Shunisi yaxshi mana. Qumlik. Yomg'ir yog'sa bu yerlar loy bo'lib ketadi. Shunaqa. Davom etamiz. Uzoqdan plyaj ko'rinadi, beach. Mana do'stlar. Teparoqqa chiqqanda shunaqa ko'rinish. Mana qaranglar. Qanaqa ko'rinish. Mana. Dahshatmi?
Hans ham charchab ketdi. Let's go. Ha. Bu yerda ham zina bor, lekin bunaqa asfalt qilingan betonlik anaqa emas. Toshdan. Chunki baribir yomg'ir yoqqanda, namgarchilik yuqori bo'lganda anaqa bo'ladi-da. Nima deydi? Yiqilib tushish xavfi bor. Ana odamlar to'xtab dam olyapti. Juda tikkalik. Steep deydi-yu. Ko'pmi odam? Okay. Hans charchadi. Let's go. So, it doesn't bite. It's okay. Don't worry, it doesn't bite. It's okay. Orollar, bu tomondagi ko'rinish undan ham dahshat. Ketdik Hans. Let's go. Shunaqa mana ko'rsatib ketay. Tepalik juda steep. Ya'ni ko'tarilish juda tikkasiga-da. Slowly. Okay. Mana tunmasdan chiqadi. Mana qaranglar. Ha? Charchamadi bu. Ana. Hans, let's go. Mana qaranglar, uni. Yugurib chiqadi. Mana charchatib tashladi. Dam olish kerak ekan. Stop Hans. Sit down. Sit. Suv ichib olamiz endi. Hali ham chiqamiz. Balandlik qancha bilmayman. Lekin taxmin qilish mumkin. Eng tepasi bir 700 metr bo'lsa kerak. Dengiz sathidan. Chunki Hong Kongning eng baland cho'qqisi Tai Mo Shan 958 metr. Bunaqa baland emas. Bu yo 600 yo 700 yo shu atrofda. Lekin shunday bo'lsa ham charchab ketdi. Bundan buyog'iga davom etmaslik maslahat beriladi. Eagle mana burgut uchib yuribdi. Burgutdan tashqari kamerada ko'rinadimi yo'qmi yo'qmi odamlar qaraylik tepaga yaqinlashib qoldi. Mana bu yerda odamlar yuribdi. Juda ham anaqa o'simliklar o'sib ketgan. O'shani nazarda tutganda seasonally overgrown deb mana bittalar deydi mana. Inshallah, let's go this way. Hans charchamagan hali. Nimanidir qidirib yuribdi bu. Ortib ketyapti. Mana bu yoqda mana zina yo'q. O'shani ham nazarda tutganda xavfli deb. Mana bu yoqda tosh, qumloq, tuproq. Tepasi. Kecha 31 dekabr kuni bundan emas, yana bitta trail bor. Yana bitta trail bor, o'shandan afsuski bitta odam 70 metrdan tushib ketib halok bo'lgan. Mahalliy odam. Shunaqa kecha newsda hiking qilib yurgan ekan kecha 70 metr. O'nda Hong Kongda juda ko'pda xavfli traillar. Endi uning uchun malakangiz bo'lish kerak, experience bo'lish kerak.
o'sha experience bo'lmagan, tushib ketgan. Ba'zi bir joylari o'sha steepness juda anaqa yuqori, ya'ni tepaga o'sha vertikal ko'tarilish deydimi, elevation. O'sha 70 metr pastga tushib ketibdi. Ana, qaranglar qanaqa joylar. Hozir kamerani bunaqasini ko'taray. Ana, endi ko'rsa bo'ladi mana. Let's go, Hans. This way. Distance post. Let's go. Hali yo'limiz davom etmoqda. This way. Mana yoqda mana to'ng'izlar yurgan shekilli. Hong Kongda yovvoyi to'ng'iz, wild boar. Hamma yoqda bor. O'tlar yotib qolgan. Mana shu yerda yurgan, ular kechga chiqadi. Ularni o'ldirish ham mumkin emas. Hans, let's go. Charchab qoldim. Okay, dam olamiz endi. Mana boshlab. Okay. Come on, Hans. Come on. Oh. Hop, do'stlar, tepaga chiqdik. Mana. Oh, odam ko'p mana, eng tepasi. Hozir men bilmayman necha metr deb. Hozir ko'ramiz necha metrligini birinchi. Ha bu manzaradan bahramand bo'laylik. Qaranglar qanaqa. Atrofda kemalar suzib yuribdi. Juda ham ochiq havo. Mana bu tomon ham okean, cheksiz. Odamlar, yosh bolachalar ham chiqib qolibdi. Qaranglar.
Hop, endi necha metr balandligi haqida ma'lumot ko'ramiz. Kelinglar. Oh, 291 ekan bor yo'q. 600 deb yotibmiz. 291. Odamlar rasmga tushyapti. Ha, yo'da mana shu yerdan turib ko'rib turgan narsalaringizni kartasi. Hong Kong ilm fan anaqasi universitet, Hong Kong University of Science and Technology bor ekan. Mana bu yerda. Qolgan narsalar qisqasi. Mana bu tomonda 291 metr mana. Ben taxmin qiluvdim 600 deb. 600 bundan 10 marta qiyin bo'lsa kerak. 291 ham rosa qiyin ekan. Lekin undan ja qo'rqinchli emas. Bemalol, dam ol chiqasiz. Ham tomon endi pastga tushib ketish. Bu yoqda mana kemalar suzib yurishdi, juda ham ajoyib. Lekin haligi 958 metrlik Time Ocean'ga biron kun vaqt belgilab chiqamiz. 958. Okay. I don't know. Bu eng tepasi emas. Eng tepasi orqada qoldi. Bu yerda ham rosa odam ko'p. Chunki manzara juda chiroyli ekan. Juda ajoyib manzara. Shamol kuchli.